Yo'q, men baribir yeyman marojni. Voy bo'ldi, qil qanaqa marojni qaysi pulimga olib beraman, ha? Uyning uzil kiradigan vaqtida alimentni berganda edi, olib berardim xohlaganim. Bolajonim. Yo'q, men baribir marojni yeyman. Kene. Nima qilyapsizlar, qarayani ovolingizga. Ham chochopat bu bola. Vatda. Shamol, navdani egar. Yuragim. Yana marojni olaylik. Pulimiz yo'qmi, bolam? Shishang tugadimi? Tugadi-da. Dadang Rossiyadan katta pul bilan kelsin. O'shanda o'zim senga marojni olib beraman. Tag'in xafa bo'lmagin-a, bolam. Bora qolinglar. Taxtga. Shisha yo'qmi? Yo'q. Mayda sizga. Yo'q, bolam. Sen o'zing ye, yaxshi ko'rasan-ku Yo'q, marojni. sizga. Sen o'zing yemaysanmi? Yo'q. Bola. Taxtga. Sen o'zingga. Shisha yo'qmi? Ol. Rahmat. Oldingilar boshqacha edi. Qanaqa oldingilar, aka? O'sha qo'lingizdagi eng zo'r og'zi. Anjan marojni. Oldingi odamlar boshqacha edi. Muzqaymoqlar o'rtacha bo'lsa ham. Hozir muzqaymoqlar zo'r. Lekin odamlar rasvo bo'lib ketyapti. Menimcha shafqatsiz bo'lmasanglar, bu bola shunchaki muzqaymoq yeyishni xoladi xolos. Nima bo'lam? Mana pulni olganda bu yerga kiradigan farosatsiz va pulsiz onalarning bolalariga muzqaymoq berasan. Oldingilar boshqa chief.